Xitoyning Uyg'urlarni nishon qilgan cho'ng tutquni 7-yilga qadam qo'ygan bugungi kunda ilgari sababsiz tutilib lager va turmalarda jazo o'tab chiqqan sobiq tutqunlarning qaytadan tutqun qilinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Oila jamiyati bo'yicha tutilganlarning orasida saxovatchiligi bilan jamoatga to'nilgan Uyg'ur korxonchilarmi zo'r salmoqni egallaydi. Dunyoning har qaysi joylaridagi minglagan Uyg'urlarga o'xshash 2017-yildan buyon Uyg'ur diyoridagi urug' tuqqanlar bilan aloqasi uzilgan, judolik va ansizlik ichida Yevropada yashayotgan savdogar Abdusattar Abdurusul Hajim G'uljidagi urug' tuqqanlarning ahvolini ba'zida Qozog'istondagi urug' tuqqanlari orqali bilib turgan ekan. Uning bu hafta radiomizga bildirishicha, u yaqinda Qozog'istondagi tuqqanlari orqali o'z inisining o'g'li, ya'ni jiyan o'g'li 24 yoshli Abzar Abdug'apparning bu yil 3-oyning 25-kuni Urumchi Tangritog' rayonlik jamoat xavfsizlik tarmoqlari tomonidan qaytadan tutilib ketilganligidan xabar topgan. Abzar buni Rummo 2017-da Turkiyaga berib, Turkiyada turib qaytgandan keyin akir ketgan az vaqtdan keyin qo'yib berdi. İnimlarni akir ketib, uni biroq aylovchi ular akir ketib, shundan keyin bu inimlarni bir az vaqtdan keyin qo'yib berdi. Tirikchilik bilan bu bola Urumchida shu ancha-muncha mashina elib setib, shu tijoratni o'tib yashadi. 3-oyning 25-i vaqtida turib ketganligini biz angladik. Qo'yib berilgandan keyin Avzar bilan siz so'zlashib baqqanmi? Üstüne sözleşemedik. Hamda tuhanlar almatığı bağa vaxtında ular vişatı görüşken. Bu arasından animisi de ben bilen sözleşemedi işki. Ularına onda resimden bir görüp ötken. Demek ki toy qilish oldi turadi shundami? 5-ayının o birinci günü toy qildi deb bekitib tuqqanlarni almatıqlarni da'vat qilib ularni chaqirib. Bu Abdusattar Hajimning 2-qitim tutqundagi urug' tuqqanlari haqida guvohlik berishi hisoblanadi. Radiomiz ilgari xabar qilgan lager tutqunlari haqidagi guvohliklar arxivida Abzar Abdug'appar 1999-yili 10-oyda tug'ilgan. U 2015-yildan 2016-yilgacha Turkiyada 1 yil o'qib kelganligi sababli G'uljida 2017-yilning oxiri tutqun qilinib lagerga qamalgan. Abzar birinchi qitim tutilganda 19 yoshda edi deyilgan. Abdusattar Hajim ayni chaqda o'z inisi, ya'ni Abzarning dadasi Abdug'appar Abdurusulning 2018-yili 5-oyda tarqoq haj qilgan, bojdan qochgan degandek tuhmatlar bilan Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilganligini, 2-3 oy ichida yipiq sud ochilib, o'lim jazosiga hukm qilinganligini va bu jamoatning bir qancha 100 million dollardan ortiq muqim mulki, shirkat va uylarining musodara qilinganligini anglatgan edi. Abdusattar Abdurusul Efendi 2021-yili radiomizga qaytadan ma'lumot berib, 2017-yili 19 yoshida lagerga elib ketilgan Abzar Abdug'apparning 1 yilga yaqin vaqtdan keyin qo'yib berilganligini, uning dadasi Abdug'appar Hajimning 2020-yili tuyuqsiz lagerdan saq qo'yib berilganligini ilgari surgan edi. Abdusattar Hajim jiyani Abzar va inisi Abdug'appar Abdurusulning ayni chog'da qo'yib berilishida o'zining Erkin Asiya radiosi va boshqa g'arb matbuotlariga bergan guvohliklarining ma'lum ta'siri bo'ldi deb ishonadi ekan. 2020-yili martda Xitoy hukumatı begunoh holda tutib maxfiy o'lim jazosiga buyurgan Abdusattar Abdurusulni 2020-yili 4-martda CGTN, ya'ni Xitoy yer shari televiziya to'riga chiqarish orqali o'zining va cho'ng o'g'lining tutilganligini inkor qildirib so'zlatgan edi. Vash Abdug'appar Abdurusuli kinyensiz suyla va Jaliyo Liu Kuren niga dazma va ichi gonzo kuanshan zo sengidne 现在我们外国媒体听说的全部是假话，为我判了死刑了，这样假话出来了，都是假话。 Shundan keyin doirlarning Abdug'apparni 2021-yili yozda yana bir qitim tutib qo'yib berilganligi ma'lum. Egallishimizcha, bu yil 50 yoshga kirgan Abdug'appar Abdurusul G'ulji Qaradong yeza Bayko'l mahallasidan bo'lib, 4 bolaning otasi ekan. U o'g'li va inilari bilan birlikda Qozog'iston bilan G'ulji orasida import-eksport tijorat qilib ro'naq topgan. Shundaqla G'uljida hurmatga sazovar dangliq saxovatchilardan ekan. Mana mushundaq bir oilaning farzandi bo'lgan Abuzar 20 yoshga kirmay turib lagerda yetib chiqqandan keyin dadasiga yordamlashib, yana tijoratini davomlashtirgan. U bu yil to'y qilib, mustaqil bir oila qurish uchun tayyorlik qilayotganida tuyuqsiz yana tutilgan.
ve 4 aydan buyon izderki bo'lmagan. Uning izderkini ololmagan oilasi va urug' tuqqanlari Urumchidagi doiralarga ko'p qitim pul xarjlab yo'l olgan bo'lsa-mu, ammo hech qanday natijasi bo'lmagan. Kirib ketgandan keyin bu dadisi yo'l minib, buningga endi pul bergan o'xshaydi-da, o'sha chaqaroq chiqarib bersan degan holatda. Ularmi shu pulni eplab, ana bosh bu yerga ketgan, yog'a yablaqdan qilib shu yeydigan yeb pulni oxirida jimmi turyapti. Bu qayaning saqchilari Urumchininmi, G'uljininmi? Urumchininki. Noposi G'uljida Urumchi tutqun qilindi. Tansan cho'rayli. Endi hozir endi u yerda Urumchidami, G'uljilardami bir xil 100 kunlik tozalash deymiz. Bu boshida dedi. Burun bir qop tutilganlarni yana qaytib akretli deb ma'nolarni mezam. Shu butunlay yo'qotishlar Xitoyning maqsadi. Shuni asraydiganimiz hozir salomatlikdan oshmayotgan. Ko'rinmadan nurg'un chiqqanlarmi hozir tuyuqsiz o'lib ketib bordi. Buning ichida nimalarni berdi, nima emas. Biz Abdusattarning yetkizgan uchurlarga asosan Abuzarni qaytadan tutqun qilgan Urumchi Tangirtog' rayonlik jamoat xavfsizlik idorasiga telefon qildik. Telefonimiz ulanishi bilan biz Abuzarning tutilish sababi va nadiligi haqida ma'lumot olishga tirishgan bo'lsak-mu, ammo telefonni olgan Xitoy saqchi savolimizga javob berishni rad qildi. 在3月25号被你们公安人员扣留的阿布扎尔古普尔的被抓的原因可以了解一下吗？你叫什么？我是从美国自由亚洲电台，是不是跟这个百日严打有关系？这个问题我答不了你，因为你们是属于新闻机构嘛，这个情况我还不太了解。你这样。Your call cannot be completed as the call party is temporarily unavailable. Abuzarning qayta tutilganligi garchi Xitoy hukumat organlari tarafidan dalillanmagan bo'lsa-mu, ammo uning qayta tutilganligi Abdusattar hojimning vositasi orqali uning Olmatidagi cho'ng dadasi Mutallib apandining bayonlari bilan jazmlashdi. Men Afzalning mo'min akisiman. Cho'ng dadasi. Allohda nim qoldursa ishlayotdi dedi. To'y qilamiz deyapti bular. 5-oyning 11-i to'y qilamiz deb restoranlarni, oshxonalarni bo'lib ketdik. Endi buni bizni to'yga chaqirgan. Bu yoqnikiga biz osonlikcha borolmaymiz. Qolgan ishlarni o'zingiz bilasiz bu yoqdagi voqealarni. Shuning bilan keyin qarasak, 3-oyning 25-ini tutga ketgan. Voy chiqmayotdi, o'sha akib ketgan dedi. 5-oyning 11 bo'lgan to'yni to'xtatib qo'ygan ekan. Hozirgacha mana yo'q, izlariga yo'q. Hech qanday sababini uqmadik. Mutallib apandi o'tgan asrning 60-yillardagi ko'ch-ko'chda Qozog'istonga ketib chiqib, yerlashib qolgan Uyg'urlarning biri ekan. U 2017-yildan ilgari har oyda degidek G'uljiga berib kelib turgan bo'lsa-mu, vaziyatning tuyuqsiz o'zgarishi bilan yaqinqi yillarda berib boqmagan ekan. U vatandagi urug' tuqqanlar bilan Ündidar orqali xabarlashib turadigan bo'lib, Qalla Ündidarda Abuzarning bu yil 3-oyning 25-kuni qayta tutib ketilganligi, shuningdan keyingi 4 oydan buyon uningdan hech qanday uchur bo'lmaganligi to'g'riliq so'zlashgan ekan. Gerçi Abuzar Abdug'apparning nima sababdan qayta tutilganligini Urumchi saqchi doiralaridan dalillash mumkin bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralarining yaqinqi vaqtlarda ilgari lagerlardan qo'yib berilgan yoki turmada jazo muddati tugaganlarni har turli bahonalar bilan qayta jazolayotganligi bu orqali davlat xavfsizligiga tahdid deb qaragan kishilarni umr bo'yi turmada tutib turishni qasdlayotganligi oshkorlangan edi. Bu yil 6-oyda radiomiz muxbirlarining bu vaqtdagi aniqlashlari davomida Maknayisining G'azgul yezdagi bir kanatdan 36 kishining yaqinqi 7 yil ichida qaytadan jazolanganligi oshkorlanib, chet el matbuotlari va kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Bu yil 7-oyning 7-kunidan boshlab Uyg'ur elidagi saqchi tarmoqlarining 2024-yillik yozliq zarba berish harakatini umumyuzlik boshlaganligi xabar qilingan edi. Xitoy doiralari yana mushu oyning boshlarida Uyg'ur elida 2024-yillik razil qora kuchlarni yo'qotish harakatini boshlaganligi ma'lum. Ularning hammasi Xitoyning Uyg'ur elida qattiq bostirish to'lqinini doimlashtirayotganligidan bishorat bermoqda.